Seyrek topa, şundakla lityum doğrusu da hem hamnepet tabi gaz, kömür, zapsi doğrusu da. Vatandaşlar yukarıda 2 ilik sözüldüm. Enlikte vaziyet ve muhakeme. Biz Prezident Joe Biden'ın 18. günü Tayvan doğrusu da sözlügen sözünü qayta bir tahlil kılaylı vatandaşlara. Bugün çizlağı 2022 yıl 9. ayının 20. günü. Ben muşu münasebetlen ahval yana Prezident Joe Biden ve Prezident Joe Biden hükümetini tebrikleymen. Tayvan doğrusu da bu kadar Prezident Joe Biden'ın CBS televiziyasının riyasetçisi sözlügen sözü intayin uçuk, intayin enek, intayin del, yaki vakit delligide intayin del şundak bir peyti ilan kılındı. Bir yerde ben nazarda tutuvatkan vakit ölçümünü medisiniz. 9. ayının 21. günü Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yıllık umumi yığına başlanır. 3 gün burun. Yani 18. günü de Prezident Joe Biden'ın Tayvan doğrusu toxtulup, eğer Cumhur Kompartiya armiyası Tayvan'a hücum kılıdığan bolsa, biz Amerika aralışımız, askeri çıkarımız, konkretlaştırsak hatta Amerika'nın oğul kız perzentleri Tayvan'ı qoğdaşqa tayyardı. Rastıllah Amerika cüngoluk şundaq hizmetlerini kılıp kelgen idi vatandaş. Şu Komünistik Partiyanı 40. yıllar Japonya'nın müstemlikisinden azat kılış için şu çağlarda Amerika armiyası, Amerika'nın oğul kız perzentleri artık bedel töleyen idi vatandaş. Kompartiya azatlığı erişti, Cüngü'de müstakillik, jakarlaş polistigi erişti mavzudan şunun inkilli başlapla Amerika Cahangirligi dep tavlap keldi, tillap keldi. Sizler bu sözü düşünüverin Amerika'daki Cahangirlik degen sözden asli manisi Uygur tilida küç töngür, küçlük, kudretlik, tengdaşsız diye manada keledi o Cahangirlik diyen. Kim bunun manisini özgertip Xitay hükümeti Amerika'nı tillaydigan, Amerika'na hakaret kıldıgan bir hukum aylandırıp aldı vatandaşım. Şuna Amerika şundaq yardım kılıp turgan vaqtda mavzudun devlet kurup da etisden başlap Amerika Cahangirligi de tillaşqa başladı. Yaqında torbitiyen payda buldu. Fransiya turuşluq başelçisi ma Cüngü'nün nemi dedi? Amerika'nın Cüngü'gü yardım bergenligi, Amerika askeri kısımlarının Cüngü'gü kirgenligi mesela hava armiyasının bu ameliyette tecavüzçülük dedi cuma. Amerika bizge tarihte mandak yardım bergen demey, bu tecavüzçülük dedi vatandaşa. Nemi deyimiz hem de bu sözünü aklayımız deyimiz mi? Ya ki bunun için Xitayna hakaret kılımız deyimiz mi? Eşkası akmaydı, eşkası, nimişka? Çünkü bet kelim bulup geçse, o Abdüxalıqның çəmige aylanıp gitidi. Abdüxalıqның çəmini eşidigan dərəcə bulmaydı. Abdüxalıqның çəmidin ötəleydigan bigiz bulmaydı. Abdüxalıqның çəmini kaynik yandıralaydigan məsələn, havada aptapta ketip geçse, kurup geçse, onu kaynigi yandırıp asli haltı keltirdiğen amal bulmaydı. Şuna Cüngülükler onu dedi, bunu dedi, onun zerbi bir ettim deyip avar olma. Abdüxalıqның çəmige, insanın beti yüzü Abdüxalıqның çəmige ayrılıp ketkendi çare yok deyme vatanda. Qaytip geleyle bugün sözümüzge. Prezident Joe Biden 4 qitim, en ahir qitimdi bu da uçuk, enek qilib dedi ki, Tayvan'a Kompartiya armiyası müdahale yürgüzüdigan bolsa ve yak tecavüz kıldigan bolsa, Amerika askeri çıkardı. Vesselam.
Tamam. Endi bizden muşu noktada Amerika Qo'shma Shtatlarining to'xtashi va bunun deyinki Tayvan siyosatini muşu asosda belgilaydiganligiga ishonchimiz komil vatandoshim. 4-chi qatam prezidentning bu to'g'rida ifoda bildirishi prezident Joe Bidenning 4-chi qatam. Siyosat endi muşu asosda belgilanadi deymiz, buning bizning ishonchimiz komil. Qaçan hücum qiladi Tayvanga ögün, qaçan hücum qiladi Tayvanga 35-45. Bu gaplar to'liq bo'lib ketdi. Hozir to'rbeti shunday bo'lib ketgan hozirgacha endilikda Jungo Kompartiyasi Jungdan haysiz Tayvanga hücum qila olmaysiz, bu yo'l etildi. Masalan, Jungdan qayda qaysi bir rahbar Tayvanni ozod qilishni o'zining programmasi, maksimum programmasi yoki minimum programmasi qilib belgilagan bo'lsa, buni oldida ijro qilmoqchi bo'lsa, bu yo'l etildi. Siz hozirgacha Amerika Qo'shma Shtatlarining oldiga qizil chiziq chizib berdingiz. Endilikda bugungi navbatdan boshlab Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo Kompartiyasi sizdan oldingizga qizil chiziq chizdi. Tayvan bo'g'izida urush qo'zg'amaysiz. Bu emas. Tibetdimi to'xtashingiz kerak. Qirg'inchilikni Uyg'uristonda ham to'xtashingiz kerak. Qirg'inchilikni Mashinray angladingizmi? Bu xabar sizga Qarasomkida yetib bordimi? Qarasomkida Beijingdan keladi yoki Urumchi yoki shundoq harbiy rayondan chiqadi. Mashinray apanda qo'lingizga bu xabar yetib bordimi? Demak, sizmi Uyg'uristonda qirg'inchilikni to'xtatasiz? Endi suhbatga yo'l izlaysiz, suhbatga yo'l topsiz, suhbatdan boshlaysiz, boshqa yo'l yo'q. Biz boshdan oxir deb kelyapmiz, xalqaro jamiyat Tayvan bo'g'izida Jungoning urush qilishiga yo'l qo'ymaydi dedi vatandoshlar. Bugun endi Kurt Campbell, Aqsaray Osiyo ishlarining mas'uli Kurt Campbell nem dedi? Prezidentning sözünü yeshbasam dedi. Tayvan bo'g'izida muqimlik, Tayvan bo'g'izida tinchlik, Tayvan bo'g'izida urushdan xoli bo'g'iz bo'lish. Prezidentning bu qatamga so'zlagan so'zi mushu ma'noda. Xo'sh, sizning programmangiz so'g'ichalashdi. Tayvanni ozod qilaman degan programma. 20-qurultay kelyapti, saylamchi. Siz saylamda bilet almoqchi, nomorga erishmoqchi, 2-3 qatim saylanmoqchi. Onun birdan-bir nishoni tepki, nishoni saylanib bo'lib Tayvanni ozod qilish. Bugun so'g'ichalashdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden qizil chiziq chizib qo'ydi. asrning 20-yillari va yoki 50-yillarigacha Qashqarda shundoq bir kishi o'tgan edi. O kishining laqabi nima edi desa, Xonim Jijiq. Bu odamning karomati nima desangiz, bu odam bozorga chiqqanda ushoq bolalar kelib, o odam turg'oyada, dastlab turg'oyaga atrofiga sizib qo'ysa, Aşiyadan ketmey 4-5 saat siziqning ichida turadi ekan top. Siziqdan tashqariga chiqmaydi ekan top. Biroq ona Qashqarning erkak bolalari yana chaqchaqchilari Xonim Jijiq siziq sizib qo'ygan bo'lsa, 70 yil, 72 yildan beri tajovuz qilib kirgan Stalinning yordami bilan jimi o'zi emas. Jungo Kompartiyasi Uyg'urlarga 35 milyon Uyg'urga, her bir Uyg'urga Xonim Jijiq shaklida siziq sızgan idi. Bugün endi Xonim Jijiq o'ltirib yerga sızmay, kompüter ve hozirgi zaman texnikasi bilan her bir Uyg'urning chiroyini, didorini taniydigan, sin oladigan, tekshirib bekitadigan kompüter texnikasi nazorat qiladigan Xonim Jijiq yoki kompüter Jijiqi sizildi. Bu ma
Xuda bir kunlarda hal bo'ladigan ishlar deyli. Endilikda nima deymiz? Prezident Joe Biden hukumatiga muborak. Qo'llaymiz. Sizning bu siyosatingizni qo'llaymiz. Bizning fikrimiz, bizning irodamiz, bizning g'ayratimiz va bizning umidimiz mana bu şey. Chunki bu yerda biz qandaqda Uyg'ur xalqi Tayvan xalqiga omroq bo'lib ketib, yoki Tayvan xalqi Uyg'ur xalqidan nari turib ketib va yoki bir-birini qo'llab, demokratiya va kishilik huquqni qo'llab kelayotgan bo'lsin, bu ikkinchi gap. Bu siyosat sohasida bu ikkinchi gap. Eng asosli sabab Tayvan qat ko'taradigan bo'lsa, bu yo'l Uyg'uristonga echiladigan yo'ldir. Vatandaşı. Bu yol Uyg'uristonga, Tibetga echiladigan yo'l. Lekin hozir kelayotgan shum xabar, bugungi xabarda hozir Lhasa butun bir shahar quruqdaldi, quruq shaharga aylandi. Albatta Xitoy ko'chmanlari va Tibetlardan, Tibet fuqarolaridan xoli shaharga aylandi deydi. Qo'rqinchli. Bugün bizning G'ulji shahrimizni nima qilib o'tdi? Urumchi shahrimizni nima qilib o'tdi? Uyg'urlarni maxfiy qo'lga olib, izdiraksiz yo'qotib nima qilib o'tdi? Och qo'yib, qiynab, zindonlarda, jazo lagerlarida nima qilib o'tdi? Bir Alloh biladi, vatandoshim. Hozirgacha faqat Angliyalik Pilin xonim och qo'yib, irqiy qirg'inchilik qilish degan gapni eg'izdan chiqargan edi. Bu yil 5-oyning 30-kuni Amerika ovoziga yozgan maqolasida. Vatandoshim, och qo'yib qirg'inchilik qilish. U ozgilab endi kasalni bahonada uyga dori chechib, noma'lum dori chechib, dezinfeksiya namida. Uyga yuqumliq virusdan bahonada solab, och qo'yib, o'ldirishga boshladi. Mashinroy vaqt qistab keldi. Har kuni atganda kashti bir qatim bo'lsa-mu, soatning neliga qarab qo'ying. Mashinroy apandi, soatning neliga qarab qo'ying. Sababi nima? Xalqaro jamiyatlik siyosatning yuzlanishini tahlil qilishni, ko'zatishni bilsangiz, soatning neliga diqqat qiling Mashinroy apandi. O'zi aytishga bo'ladiki, sizning hukmronligingiz allaqachon oxirlashdi.